menga yordam berib brat, siz sigaret chekyapsizmi, nos chekyapsizmi? Nos ham sigaretam ikkitasi birdan. Lekin mana shu chekishi sizni erta o'ldiradi, bor umringizni qisqa qiladi. Qayerdan bilyapsan? Hozir necha yoshdasiz, brat? Hozir 35 yoshdaman. Agar hozir nos bilan sigaret chekmaganingizda 55 yoshda bo'lgan bo'lardingiz. Jinimsan, nima deganing bu? O chekish odamni burun 2 barobar qisqartiradi. Unga men 70 yosh bo'lardim-ku. Xullas, katta bo'lardingiz, anchagina ketdi, mayli, nima gap, nima kelgandingiz o'zi. Menimcha mana shu yerga shuni qo'yib qo'ysam, maza qilib o'tirib PlayStation o'ynab o'tirsam bo'ladi televizorimga o'rnatib olganman. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videoga xush kelibsizlar. Turdan o'tinglar, qani kommentariy yozinglar, chiqani. Kaloshda bugun qishloqda vaqti tippa tinch, hech kim hech qanaqa muammo problema qilgani yo'q, hech qanaqa yangiliklar yo'q. Mazani qilib o'tiribman uyda. Endi bilmayman, balki endi bo'lib qolar o'shanaqa yangiliklar. Do'konga borib birikta yeb-ichar narsa olib kelishim kerak. Narsalarni yeb-ichib, maza qilib PlayStation o'ynab o'tirganga nima etsin akalar? Sizlar ham shunaqa qilgan bo'lardinglar, men joyimga bo'lganinglarda joyimga bo'lishinglar uchun avvalo men joyimga kelishinglar kerak. Brat, kim bo'ldi? O sigaret chekar ekanmi? O'limga yaqinlashyapsiz, brat, o'limga. Assalomu alaykum, brat, qalaysiz? Va alaykum assalom. Tinchimsan, bratishka? Siz sigaret chekyapsizmi? Nosmi? Ishing bo'lmasin. Qarashtak, men gitaristman. Sen gitarist. Ortimdan qolajak. Qarochi gitarist degan qo'shiq bor, o'sha esimga tushib ketdi. Mayli, qarochi, brat, nima qilasiz bu gitaralarni? Sotmaysizmi birorta? Menga ham berib yuboring, pulni beraman. Yo'q, bularda egasi bor. Bular sotib bo'lganman, prosta egasini kutib o'tiribman. Shahardan egasi kelish kerak. Tushunarli. Bu yerda nima qilyapsiz o'zi? Jinnimsan, hozirlatdimi? Shahardan egasi keladi, o'shani kutyapman deb. Tushunarli. Qo'shiq aytishni bilsangiz kerak, gitarist bo'lgan paytingizda. Yo'q, jinnimsan, men faqat gitarani sotaman. Aka, mana shuni berib yuboring, onasini ham bitta gitara ekani jarga qilmang. Men bularni sotganman deb o'zbekchilik tushunasanmisan? Bo'ldi, uzr, brat, kechirasiz. Bu men ketsam ham bo'ladi. Bu yoqda boshqacha asbob-uskunalar ham bor ekan. Ular ham sotilgan qarosh. Shu yo'qdan tushundingmi? Bo'pti, o'z bilasiz, lekin mayli, qarangda. Lekin men norozi qilganlar o'zi yaxshi emas bo'lgan, yaxshi bo'lib ketmagan. O'shaning uchun norozi qilib, bekor norozi qildingiz. Do'konga kelaylik, qani. Assalomu alaykum, do'konchi brat. Do'konchi bratlar bo'lib ketibsizlar-ku. Jo'xa, yordam berib yuboring, iltimos. Meni mana ular asabimni buzib, do'konimni egallab oldi. Kassadan chiqmayapti. Pullarga ham teginib tashlashdi, yaramaslar. Sabr qilib turing, brat. Hozirman o'zim hal qilaman bu yoqda. Hozir mana narsalarni olayin, juda ham qiyin, nima narsalar sinishi bor, asabni buzib yuboradi lekin. Brat, lekin qanasiga bu holatga, bu natijaga erishdingiz bilmayman. Bor, mana o'sha yaramas yetganlar o'sha bu yerdan chiqmaydigan darajaga kelib qolgan. Bor, do'koningizni egallab olgan, sotib yubormaysiz. Bundan ko'ra shular savdo qiladi yoki o'zingiz chiqib ketib bularni ish chiqib ishlatsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, endi nima qilaman? O'zim borman, o'zim ishlaydigan yoshdaman hozir, mazza qilib ishlayman. Ko'ring-da, brat, o'z bilasiz, nima taxtani olib tashlasam bemalol erkin chiqib ketishadi. Davay, Jo'xa, iltimos yordam berib bor, jigar. Mana o'zidan bilib bitta ikkitasi chiqib ketyapti. Lekin mana ular bezbitga o'xshab turibdi. Chiqasanmi, yo'qmi? Chiqmayman, menga yoqib qoldi bu yer. Senga yoqadimi, yoqmaydimi? Birovning joyi bu. Senlar nima qilyapsanlar? Sur bu yoqdan, sur. Bor, uyingga bor. Sen nima chiqmayapsan? Men burchakka qamalib qoldim. Seni kim qamab qo'ydi, dabba? Meni qamab qo'yishdi. 15 sutkaga tushdim shu yerga. Hozir seni 15 sutka ham gapmi? Qirol sutkaga chiqazib olaman, tushunyapsanmi? Men bu yerdan chiqib surib ketasan, tushunyapsanmi? Sen mashadan chiqazmasam o'zi chiqoladingga o'xshamayapsan-a? Qisilib qolganman-da, brat. Endi qisilib o'tirmaysan, chiq bu yerdan, yo'qol. Yana bittasi kirib ketadi. Menga qarab, katta xolang deymi? Karvonsaroymisan, kirib kelaverasan. Rahmat, Jo'xa, boringga shukr. Sen bo'lmasang nima qilardim? Mana uni ochmang-da, mana shuni ochganingiz uchun shunaqa bo'lgan. Nima gap? Men kirmoqchi edim, qaytib. Sur bu yoqdan, kirmaysan. Qarochi, brat, menga bir ikkita narsa kerak edi. Men pullarni olib qo'ying, o'sha narsalarni olmoqchiman. Olaver, bemalol olagan narsangni, Jo'xa, senga aksiya bugun. Bo'ldi, aksiya bo'lsa hozir, bratan. Tak, menga kartoshka free kerak, keyin yana bir ikkita narsalar kerak. Bo'ldi, hozir o'zim beraman senga. Bu yoqqa kelib tur, mana uni yo'qot, iltimos. Senlarni qanday yo'qotsam bular yaramas yitellar, bilmadim. Xullas, o'zingiz yo'qotasizda, oldingizdan chiqazdimi? Mana senga bitta energetik aksiya uchun tekinga berib yubordim. Rahmat, brat, addushi bor, hurmatingiz bor. Seni ham hurmating bor. Mana o'sha yetellarni chiqazganing uchun senga aksiyada. Brat, mana pul deb qo'ying, aksiya kerak emas menga. Bo'ldi, unda bu pulni qarzingdan o'chirib qo'yaman. Qarzim yo'q-ku, brat. Endi qarz qilsang o'chiraman-da. Mayli, brat. Bo'pti, rahmat. Arzimaydi, senga ham rahmat. Mayli. Juda ham yaxshi. Aksiyada energetik yutib oldim. Energetik ichmayman-ku. Nima qilsam ekan, bilmadim, kimgadir berib yuboraman, ammo xullas nimadir qilaman.
Lekin mana bu non bilan mana bu sosiskani birlashtirib qandaysiga buterbrодmi, burger, hot-dogmi, короче, hot-dog tayyorlanardi. Tushunmadim. Mayli, pechkaga qo'shib tayyorlansa kerak. Mana qovurilmagan ekan kerak. Voy, hot-dog tayyorlash bilmaysanmi? Yo, bilmayman. Nima edi o'zi u? Bilmaydi. Ko'rasizlar, nomini ham bilmaydi hattoki. Energetikni bratga berib yuboraymi-kan? Ichmayman. Brat, energetik ichasizmi? Bersang ichaman, mayli, bratishka. Mana oling. Sen nima meni mol deb o'ylayapsan? Men yerga shiltayapsan. Endi olarsiz-da, shunday yaqin joyingizga tashlab berdim-ku. To'xta, ololmayman, obber короче, tushunibsanmi? Mana unda mana buni tushib ketdi, obbo. Mana bu sandiq tuzga qo'yib olasiz, xo'pmi? Bo'pti. Rahmat, lekin adreshi bor, tekinmi? Aksiyaga yutib olgandim. Shu aksiyaga yutib olgan narsangni berasan-da. Men olmay ham berdim, onasini ham sen yeysiz, sigaretdan keyin ketadi-yu. Ketsa kerak, bilmayman, sigaret yomon ekan. Yomon-da, odamni o'ldiradigan narsa bo'lgandan keyin yaxshi bo'larmi sigaret? Bratishkalar, bratanlar, akalar, ukalar, oppalar, singillar. Voy, nima deb tashlayapman? Короче, sigaret yomon narsa. Yaqinlashmanglar, hattoki hidini hidlamanglar. Yomon narsa, juda yomon narsa. Tak hozir mana bu narsalarni olib qo'yam, paka hozir yegim kelmayapti. O'tirib, to'rtta PlayStation tashlab o'raylik. Ya'ni o'yinni mazza qilaylik demoqchiman-da. Nimagadir yonmayapti. Uyda svet yo'qmi deyman-a? Yo gaz yo'qmikan? Gazdan nima aloqasi bor bunga bilmayman. Mayli, hozir yonib qolsa kerak. Yonmayapti. Obbo, asabimni yeb bitirdi bori. Futbol o'ynamoqchi edim. Mayli, futbol o'ynasam, men yutqazaman. O'zbekiston yutqazdi, men ham yutqazaman-da. Oy, bratishka. Qaravor, oy, bratishka. Qara deyapman senga. Hozir. Menga yordam berib. Brat, siz sigaret chekyapsizmi, nos chekyapsizmi? Nosam, sigaretam ikkitasi birda. Lekin mana shu chekish sizni erta o'ldiradi, bor umringizni qisqa qiladi. Qayoqdan bilyapsan? Hozir necha yoshdasiz, brat? Hozir 35 yoshdaman. Agar hozir nos bilan sigaret chekmaganingizda 55 yoshda bo'lgan bo'lardingiz. Jinnimsan, nima deganing bu? O chekish odamni umrini 2 barobar qisqartiradi. Nega men 70 yosh bo'lardim-ku. Xullas, katta bo'lardingiz-da anchagina. Ketdik, mayli, nima gap, nima kelgandingiz o'zi? Короче, yordam berib olmasang bo'lmayapti. Qanaqa yordam? Xullas, menga uy kerak, mana bu gitaralarimni qo'yib turishga. O'shanga janob mendan uy olib bersang juda zo'r qilgan bo'larding, lekin bratishka. Qandaysiga olib beraman, o'z do'stingiz bo'lmaydimi, brat? Endi bir ehson qilib. Ehson bo'ladimi uy olib berishim? Endi yaxshilik hammasi ehson, tentak. Siz endi qandaysiga bunday 3-4 ta narsalarni birdaniga bajaryapsiz? Ham nos chekasiz, ham sigaret, ham qoraka model on qilib olgansiz. Endi bir yigitga 40 hunar o'z deganda men 42 ta hunarni bilaman. Ikkitasi sigaret bilan nos chekishda, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Короче, nima dedingiz? Gitaralaringizni uyga kiritmoqchimisiz? Mana shaharlik klientim kelmayapti. Quyoshda qolib ketdi gitaralar. Mayli, lekin bitta gitara bermadingiz menga. Juda xafa bo'ldim sizdan. Mayli, beraman, pulni bersang. Pul men uchun muammo emasdir. Endi olmayman, kerak emas gitarangiz. Bo'pti, hazillashganimda endi xafa bo'lma. Xafa bo'ldim, bratan. Bo'pti, o'zing bilasan. Sochingizga nima qilgan? 8 oyoq qo'yib olganmiz kallangizga? Yo'q, qanaqa 8 oyoq? Batta, to'g'ri 8 oyoq emas, 6 ta ekan. 6 oyoq qo'yib olganmisiz? Jinnimsan, 6 oyoq degan narsa bormi? Bor, sizni kallangizda turibdi-yu. Jinni asabimga tegma. Bo'ldi, yordam bersang yordam ber. Bo'lmasa asabimni tegib vaqtimni olib o'tirma. Siz vaqtingiz pulda, to'g'rimi? Yo'q, mening vaqtim gitara. Gitara? Endi sizga gitarada? Yo'q, endi menga emas, endi senga gitara. Bo'pti, menga gitara bo'lsa gitarada. Lekin siz rostdan ham meni xafa qildingiz. Bitta gitarangizni berganingizda hech narsa o'zgarmasdi-yu. Asabimni buzma. Qarashdak janob mendan uy olib berasan, men senga pul beraman. Keyin esa nima demoqchi edim? Gaplashib chiqmaylik janob bilan, keyin aytaman qolganini. Xullas, gitaralarni ikkita ko'tarish kerak demoqchiman. Agar bitta ko'tarish, ikkitadan ko'p ko'tarib qo'ysang sinib qoladi. Bitta ko'tarsang ishing sekinlashadi. O'shaning uchun ikkita qo'lingga bittadan ko'tarsang zo'r bo'ladi. Mayli, hozir janob bilan gaplashib chiqayin. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ko'chadagi do'sting qanaqa kim u? Qayerdan kelib qoldi? Do'stim emas, u gitara sotadigan bratan ekan. Gitara menga bitta sotmaskanmi? Yo'q, hammasini sotib bo'lgan ekan, prosta klient kelishini kutayotgan ekan. Gitaralar quyoshga qolib ketibdi, o'shaning uchun bitta uy kerak ekan solib turishga. Nimani solib turishga? Gitaralarni-da. Gitaralarnimi? Gitaralar, noto'g'ri tushunmang. Bo'pti. Qarashdan hozir mayli, mana bu mehmonxonaning yonidagi ikkinchi uyni berib bor. Pulini keyin menga olib kelib topshir, tushundingmi? Qancha puli? $400. Mayli. Nima bo'ldi, gaplashdingmi? Gaplashdim. Faqat pulni berar ekansiz. Qancha ekan puli? 1 sandiq dollar.
Oho, mayli bir amallaveramiz. Nimaga bir sandiq juda qimmat ekan qishlog'inglar? Shunaqa, chunki bu qishloqda men yashayman, brat. Sen yasharing degani qimmat deganimi? Albatta, keling sizga uyni ko'rsatib yuboray. Mayli, yurqani qayerda uy? Men ko'rsatsan darosam. Ey to'sasi yo uyqu kelib, ertalabda men yurib bashalada daydiga o'xshab. O'zi daydiga o'xshar ekansiz rostdan ham. Nima mashmasha qilyapsanmi sen meni? Yo, izdivassa qilyapman. Mayli, kutvassa qilmasang bo'ldi. Sintvassa qilib tashlayman, maylimi? Jinnimisan asabga tegma deyapman men senga. Mayli, brat. Kaloshdek, mana shu uy, mana shuni ichiga olib kelib joylashtiraman, bo'ladimi? Bo'ladi. Atak normal. Yotoq kerak emas, yotmayman men. Nima yotmaysiz? Men turib yotaman. Qanday turib yotasiz? Turib uxlayman degan, men turib yotaman degan, turib uxlayman degan. Tushunarsanmi? Ha, tushunyapman. Hozir men pullar sandiqqa joylashdan oldin senga beraman, keyin qara sandiqqa joylab olasan, bilmayman, qara o'zing bilasan. Aha, mayli. Siz menga 2 stak dollar berdi, shunaqami? U sandiqni olguncha sandiqda ishda ko'p pul bo'lishi kerak. Oho, bir sandiq kelishganimizdaqa-ya? Kelishganimizdaqa. Bo'ldi, brat, gap yo'q. Hozir men janob merga pullarni olib borib berib, keyin gitaralaringizni mana shu yoqqa toshib beraman. Davay. Zo'r ekan, uxlaymikan bir kep. Kravat ham zo'r qizil ekan, faqat qizlarnikiga o'xshar ekanda. O'zim sochingiz qizlarnikidan farqi yo'q ekan, brat. Mayli, endi brat tanqid qilaversam, asabi buzilib qolmasin yana. Men borib janob merga pullar berayin, endi gitaralarni ko'tarib olib kelib joylashtiray, brat, qayerqadir surib yubordi, bilmayman. Janob mer, mana to'rsatay pul olib keldim sizga. Ber. Qachon ketar ekan? Bilmadim, uzog'i 2-3 kunda ketsa kerak yoki bir kunda ham ketishi mumkin. Klient kelishini kutayotgan ekan. Mayli. 3 stak berdik. Mana bir istak. Bo'pti. So'randi. Borib gitarasini tashsang tash. Aha, mayli. Endi gitaralarni tashib berishim kerak uygacha. Obbo, mana bu pullarni bor uyimga qo'yib kelmasam bo'lmaydi. Sababi juda ko'p pul bo'lib ketdi, ko'ryapsizlar. Nima uchun bir sandiq pul olding? Jo'xa, janob merga 4 stak berding desanglar, Karoshdek akalar pianinani tekin, pianino debman. Ana narsasini tekinga tashimayman, to'g'rimi? Nima edi? Nomi nima edi? Obbo, esimga kelmayapti nomi. Gitarasini tekinga tashimayman. O'shaning uchun ham ko'proq pul oldim. Hozir berga sig'armikan? Da, sig'adi akalar, ko'ryapsizlar. Pul bo'ladi-yu, sig'mayman. Bir stak qoldi, buni ishlataman. Buni qayergadir qo'yib qo'yaman. Bu qayer qo'ysam bo'ladi buni. Va pechkamga solib qo'yamanmi? Xullas, joylashtirib qo'ydim. Ana endi borib gitaralarni tashishni boshlayman. Gitaralarni agar qo'limga olishim mumkin-da, chalishim mumkin emas. Agar chalishim mumkin bo'lganda, sizlarga chalib turib qo'shiq aytib berardim. Tak, xo'p, olamiz. Menimcha shu bo'ldi, boshqa kerak emas bizga. Uni xohlasanglar qo'shiq aytib berishim mumkin. Ikkita toshish kerak ekan buni. Ikkitadan ko'p ko'tarsam sinib qoladi, deyapti. Qanaqasiga sinaman? Sindirmayman. O'zidan o'zi sinib ketar ekan. Bilmayman, korotchi. Xo'p, qo'yamiz. Tamom. Qo'shiq aytib beraman degandim, esimga kelmayapti qo'shiq. Hozir eslab olay aytaman. Tak, hozir eslab olay-da. Bo'ldi, esladim. Hozir aytib beraman, qaranglar. 1 2 3 boshladik. Orqaga qaytmaydi karvonim afsus. Qaytgani yetmaydi karvonim afsus. O'sha go'zal meni armonim afsus. Qolganini bilmayman akalar, o'shaning uchun qolganini aytib bermayman. Mana pianinami, nima edi? Gitaralar tezroq tashib tashlasam, keyin dam olsam bo'ladi. Uyimga boramanda Dreamlegs o'ynayman. Chunki menga Dreamlegs o'yini vahshiyati yoqadi. Sizlarga ham Dreamlegs o'yini bo'lsa agar druzya tashlab birga bir o'ynaymiz, xohlasanglar Telegram kanalimga obuna bo'lib turib admin yozasizlar, admin men bilan bog'laydi sizlarni. Keyin esa o chempionat o'tkazib boramiz, mayli onasini ham dahshat chempionat qilamiz sizlar bilan. Ya'ni meni yengan odamga sovg'a beraman. Yenga olasizlarmi yo'qmi bilmayman. O'ynayotganlar bo'lsa albatta yozinglar. Obbo, mana bu yerda blokni nima etib qo'ydim. Mayli, hech narsa qilmaydi, qaytarib qo'ysak bo'ladi-yu. Mana aka. Xo'sh, endi qolganini ham olay. 3 ta boribman. Mayli, 3 ta olsam hech narsa qilmaydi. Bittasi sinmaydi, men sindirmayman, to'g'rimi? O'zi sinishi mumkin atak, men sindirmayman. O'zi qanday sinar? Qo'limdan chiqib ketib sinishi mumkin, akalar. O'shaning uchun ham sindirmaslikka harakat qilyapman maksimal. Hozir hammasini toshiyman-da, borib uyga yotib turib, damni olib, mazzani qilaman keyin. PlayStation o'ynayman, aytgan Dreamlegs o'ynayman dedim-ku.